Mana shu 5 oylik qo'chqor 5 oylik chini qo'ydik chini. Tish buzmaganda hali tish buzmagan. 5 oylik qo'zi. Quloqlarni qarang, quloqlarni og'ziga yetadi qulog'i. But-butun. Fevralda tug'ilgan qo'chqor bu. Shuni orqa oyog'i og'rib qopti. Orqa oyog'i og'riyotgan ekan buni. Pol bo'lmasa ekan deyishyapti, poldan deyishyapti. O'shanga bu yoqqa olib chiqib qo'yganmiz endi. Inamamda endi mana pol edi. Polni usti go'ng bo'lsa ham bo'lmasa ekan deyishyapti. Endi bu polni olamiz. Turpog'ini chiqarib qo'yamiz. Mashina bolasi. Onasi tish buzgan 2 tish. Nechinchi bolasiligini bilmayman, mana shuni bolasi. Ona bola olganmiz kichkina qo'chqorligida. Galmon o'zlar. Zo'r. Quloqlari kimgadir quloq qiziq bo'lsa, kimdirlar quloqiga qiziqadi-yu. Balandligi 70 cm atrofida. Oyog'ini ko'tarib qo'yyapti-da, ora-orada. Biladiganlar bo'lsa, kimdirda shunaqa holatlar bo'lgan bo'lsa, yozib yuboringlar kommentga. Dori porsi bormi yo'q, yosdan poldan bo'lyaptimi?